So'x tumanida Yoshlar kuni doirasida sport sohasiga bag'ishlangan navbatdagi tadbir tashkil etildi. Tuman hokimi Saidbahrom Saidmusayev, tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Qosimjon Rahimberdiyev hamda mutasaddi rahbarlar Birinsonli sport maktabiga tashrif buyurib, murabbiylar va yosh futbolchilar bilan ochiq muloqot o'tkazdi. Uchrashuv davomida yoshlar uchun yaratilgan shart-sharoitlar, mashg'ulotlar samaradorligi, iqtidorli sportchilarni qo'llab-quvvatlash hamda ularning yuqori sport natijalariga erishishi masalalari muhokama qilindi. Tadbir doirasida mini futbol bo'yicha Hokim Kubogi musobaqasiga rasman start berildi. Musobaqada mahallalar yoshlaridan shakllantirilgan jamoalar g'oliblik uchun o'zaro bahs olib bormoqda. Bellashuvlar ko'tarinki ruh va sportga xos raqobat muhitida o'tmoqda. Shuningdek, sport maktabidagi boks to'garagi faoliyati ham ko'zdan kechirildi. Yosh bokschilar bilan muloqot chog'ida ularga yangi cho'qqilarni zabt etish bo'yicha tavsiya va motivatsiyalar berildi. Qayd etilganidek, mazkur sport maktabi tarbiyalanuvchilari orasidan Osiyo va O'zbekiston chempionlari yetishib chiqqan. Tashrif davomida o'tkazilgan boks bellashuvlari ham qiziqarli va murosasiz ruhda kechdi. Shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yoshlar bilan uchrashuvida belgilab berilgan ustuvor vazifalar ijrosini ta'minlash yuzasidan amalga oshirilishi lozim bo'lgan chora-tadbirlar muhokama qilindi. Sport, sog'lom turmush tarzi va vatanparvarlik ruhini shakllantirishning muhim omili sifatida e'tirof etildi.